Salom qadrdonlar. Ajoyib masjidimizdan qisqacha lavha sizlarga. Bu tomon ayollarda, xotin-qizlarda namoz ibodat qiladigan makoni. Bir o'g'illardiki. Shunday qilib mehrobimiz, imomni xutba qiladigan joyi, qilichimiz. Kunlardan 6-12-25 yil 16:02 32 daraja havo harorati. Asrda o'qib ibodat qildik. 18:05 endi salotul mag'rib. Mashinachilar mana qilishdi, qarang qanday ajoyib. Hasan o'rniga qilich qo'yib qo'yishibdi. Tailandda bir imom xatimiz xonalari. Onun yog'ochda buni tut daraxti. Tut 2 haftadan keyin pishgan, tutlar ajoyib hosilga kiribdi. Qizargan 2 hafta, 3 haftadan keyin hil hosilga kiradi. Ajoyib demak, dekabrda 28-ga tut zakonni pishirganman. 28-dekabrga. Mana masjidimizda ichidan sizlarga qisqacha videolar mana ajoyib narsa ekan. Bu yerda to'qigan, qamishdan to'qigan zo'r narsa, Madin Tailandda yozib qo'yibdi buni. Ajoyib narsa, menga juda ham yoqdi. Mazza buni ustida o'tirib ibodat qilib joy namozsi bo'ladi. Ilm o'rgansa bo'ladi, o'q o'tirsa, yotsa, tursa, yonboshlasa bo'ladi, uxlasam bo'ladi hattoki. Ajoyib ekan, har bir qarindoshimizga bittadan 38 dan 45 dan olib olsam deyman. Samolyotga chiqarib, ana Saumidagi masjid ekan bu Orolda. Yonimizda Samoy degan orol bor. Qur'oni Karim o'qisak bo'lar qani, bismillah. Nazar solaylikki. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. الله أكبر. أستغفر الله نستغفر الله العظيم ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك imonlaringiz yaxshi, xulqlaringiz go'zal, xarakterlaringiz yaxshi bo'lsa, afv aylasin. Innalloha g'afurur rahim. Alloh taolo rahim qiluvchi, kechiruvchi deyilyapti. Allohim menga rahim qilgin va mag'firat qilgin, gunohlarimni kechirgin. Ustozlarimni ham, ota-onalarimni ham, o'tganlarimni ham, yaqinlarimni ham, xoin bo'lmaganlarni, barchalarini Allohim gunohlarini afv aylagin. Rahim qilgin, tavbalarni qabul aylagin deymiz. Sangor subhanalloh. Havuzcha to'la suv jomiga kirishdan oldin oyog'imizni suvga chayib kirar ekanmiz. Isib ketadi, bu yerda issiq bo'ladi, oyoqlar terlaydi. 2 daqiqaga terlab ketadi. Mana shaxmatli stolimiz ham bor ekan masjidimizning oldisiga. Subhanalloh, yaproqda qalin zichligini qarasiniz, sangor. Ana joyda kokoslarimiz o'sib yotibdi. Kokosga qiziquvchilar bo'lsa agar marhamat, bemalol qoqib yesak bo'ladi. Yaqinlashtirib ko'raylik. Shunday shaqil hosilsagan daraxtda xuddi pista bodomga o'xshab so'lar ekan. Pista bodom kichkina bo'ladi, lekin juda ham katta. Ana ham shaqil to'la. Bu tomondagisi ham shig'il to'la. Kokos to'la. Tavarcha bilan tars urib 4 tomonni teshib ichiga turbachani tiqib ichib ketilaverar ekan. Mana bu esa motobaykimiz Honda. Uchalasi ham Honda. Gazini bosib bergan. Bu yerda elektroniga shu endi. Asosiy transport общественный ekan. Mana bu darslar, uroqlar, zikrlar qo'yilgan. Qaysi kuni qaysi dars bo'ladi? Va la havla va la quvvata illa billahil aliyyil azim deb zikrlardan yozib qo'yibdi. Va duolar. Ana yerda ara'aytallazi yukazibu biddin darsi bo'ladi deb qo'yibdi. Bu suratul Maun demak. Suratul Maun.
Ana tamam banan mana. Banan ham o'sib yotibdi. Shuni shag'al hosil qilgan hozir. Shu ko'rsatishim mumkin bananni. Hovlimizda banan ham bor. Shuni shag'al hosil qilgan. Ajoyib masjid subhanalloh. Yarhamkalloh. Mana Ramazon sharifda iftor bo'ladigan joy. Bemalol marhamat qilasizlar. Bu Bangkokdan 850 kilometr. Phangan ostrovi, Phangan orolchasida joylashgan. Pulau Malayo masjid ekan. Masjid Pulau Malayo deyiladi arabchasida. Mana bu zikrdan qo'yibdi, go'zal duo. Allohumma aftah li abwaba rahmatik. Masjidga kirish duosini ham qo'yibdi. Kuchuk yashasin barakalloh. Alloh barkamasi Alloh taolo men ham niyat qilgan xohlovchilarga ham ahli islom musulmon ummatlarga shunday go'zal asarlarni qoldirishlikni nasib qilsin. Amin. Alloh akbar. Наследие. Дай Аллах, чтобы я после себя хорошее много наследия оставил. Помоги на этом. Дай мне ресурсы, которые необходимы. Amin. Alloh akbar. Qalaysizlarga yoqdan kichkina masjidimizda qisqacha obzor. Ushbu narsa nima ekan bilmadim, lekin milliy bir narsasi bo'lsa kerak. Pastda esa oshxona mana. O'choqchilar mana bundan iborat. O'choq. Ana yerda ham o'choq, ana gaz plitasi shu. Mana bu suvlarimiz qahva damlab, suvlar damlab. Mana shu oshxona. Qoshiq tovoqcha manasi bor. O'tanamaydi idish beradigan. Mana qo'shning havas qildim. Bir devor qo'shni masjiddan qanday yaxshi. Lekin masjidga ko'rinmayapti jamoatga. Shunisiga xavotirdaman. Masjidga jamoatga ko'rinmagan chatoq bo'lyapti. Masjidga jamoatga qo'shilmagan bir devor qo'shni hovlilarda yonib ketishi kerak, ya'ni yonishga haqli, ya'ni yonishga hukm chiqarilgan desak ham bo'ladi-da. Juda ayanchli, chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam masjid bilan qo'shni bo'lsa, azonni tinglab turib, azonni ijobat qilmasa, masjidga kelmasa, bir havuch o'tin to'plasam, xonadonlarni yo'qorsam degan ekanlar. Endi bu inson 5 vaqt namozga jamoatga qo'shilib turgan bo'lsa, o'sha shahidlarning sifatidan biriga kirdi. Jamoat bilan ibodat qilyapti. Qanday katta fazli karam, qanday katta shans, qanday katta imkoniyat, qanday bir baxt, quvonch. 5 vaqt namozga jamoat orasida bo'lishlikda katta ish, katta baxt, katta mehnat, katta sharaf bormi? Hovlini o'zi jome bilan, masjid bilan qo'shni bo'lishlik, yana bu Phangan orolida bor yo'q bir dona shu masjid. Subhanalloh, juda ham katta narsalar bor, yuzlab, minglab otellar bor, yuzlab, minglab turistlar bor. Kechasi tahajjud vaqtida uxlamasdan tuk-tuk degan transportchasi bor, o'shani to'ldirib, hatto ustlariga chiqib yuradigan молодежьlar bor. Ertalab 4gacha to'xtamasdan taksida to'la yordam berib yuradi. Shuncha inson, shuncha aholi, dunyoning har chekkasidan kelgan turistlar, xalqlar bor. Shunday qimmatbaho otel, shunday ostrovlar bor joyda. Yagona masjid, shu yagona masjidda ham yagona devorli, yagona qo'shnisi bo'lib turib chiqish kerak, jamoatga qo'shilish kerak, chiqmaslik bu juda katta ayanchli narsa. Allohim ish qilib hidoyat qilsin deb qolaman. Menga masjid qo'shnisi bo'lishni nasib qilsa, bananchasi ham hosil hisobda qo'shnini maza qilib jamoat bilan quvonchligini, ibodatlarni bajarib iymoni to'lib yayrab yursin deb duo qilib qolamiz. Endi masjid bilan qo'shni bo'lishlik buyuk ne'mat, menga ham nasib qilsin deb qolaman. Amin. Alloh akbar. Sodiqi qahva. Boshlamizdan bir qahva ichaylik, endi qahva tayyorlabdi mayli. Allohga omonat amaga. Yaxshi kayfiyatlar tilayman.